Yaqindagina Ilgiz Tantashev Elit Osiyo Chempionlar Ligasi final o'yinini boshqarib borgan edi. Bugun esa Zominda Sog'diyona Surxon bahsiga tayinlangan. Mezbonlar tashabbusga ega bo'lishmoqda. Chap qanotdan Zoir Jo'raboyev to'pni jarima maydoniga yetkazib berish mumkin edi, lekin u to'xtadi. Bir lahza pauza ushladi va Lupcho Doriyev to'p uzatganidan keyin juda qulay vaziyatga ega bo'layotgan Sog'diyona, lekin bu yerda ofsayd qayd etilibdi. Bundan tashqari, unda Sog'diyona zafar quchgan taqdirda o'tadi Dinamodan. Bizda o'yin anchagina ochiq tarzda ketmoqda. Mulic jarima maydoniga kirib boryapti. Gavdasi bilan yopishga harakat qildi. Zarba bor. Otabek! Boymurodov. O'tgan turda Sog'diyona muxlislarni qaysidir ma'noda xursand qildi ham. Chunki jamoa Kapadze boshqaruvidagi Navbahor mehmoni bo'ldi. Namanganda mag'lubiyatga uchramay qaytdi. Bir-bir. Lupcho! Doriyev! Axir hamma biladi-ku bu yigitni. Hamma biladi-ku. Mana nima uchun unga bu mavsumda Sardorlik bog'ichi topshirilgan. Qarang. Boymurodov ham tushunmay qoldi. Chalg'itdi qarang. Va zarba. Boymurodov oxirgi lahzada sezdi to'p kelayotganligini, lekin kech bo'lgandi. To'sib qo'ydimi kimdir? Boymurodov bundan avvalgi vaziyatda necha yillardan beri saviyasini saqlab turgan o'yinchi, ayrim holatlarda yurib o'ynab ham to'prar bo'ladigan futbolchi deb aytayotgandik. Boymurodov ikkinchi zarba, 2-0, 16-daqiqada. Va bu gol muallifi Islomjon Qobilov. Surxon uyg'onish kerak, yaxshi start olingandi, yaxshi boshlangandi. Bu o'yinda ham, hisobda ham, lekin mana bu o'yinda G'ofurov tezda o'yinchilarni uyg'otish kerak. Hozir balkim tezroq tanaffus bo'lgani ma'qulroqdir. Surxonga G'ofurov jiddiy gaplashib olish uchun. Mulichning yelkasiga midib olib ham to'xtata olishmadi. Yaxshi vaziyat yuzaga kelgandi hozir. Chineduz jamoadoshlariga xalaqit qilib qo'ydi shekilli. Yana bir bor ko'ramiz. Chinedu kurashdi, keyin zarba. Qiyin, aytish qiyin, to'g'ri darvozaga qarab ketayotganmidi yoki yo'q. Davom etadi Doriyev. Doriyevni paslab bergan zarbasi. Qaltis zarba. Boymurodov uchun, lekin Boymurodov bunga tayyor ekanligini ko'rsatdi. Burchakdan to'pni o'yinga kiritish borasida ustunlik. Sog'diyonada yuqoridan uzatilgan to'p. Sal bo'lmasa gol edi bu. Taymni shu maydonning shu qismida yakunlab qo'yishga harakat qilishmoqda. Doriyev o'ta olmadi, lekin saqlab qolyapti. Mana endi o'tib ketishga muvaffaq bo'lmoqda. Doriyev markazga uzatilgan to'p zarba. Boymurodov. Voy, mana bu reaksiyaga qarang, mana bu seyfga qarang. Otabek. Uzatildi to'p zarba. Qo'yib yuborishdi hozir Jo'raboyevni. Takror lavhani kutib qolamiz. 3-0. Mulic chiqib boryapti. Mulichdan o'tmoqda. Oyog'ini cho'zganiga qarang. Muvozanatini yo'qotib turib. Albatta, Sog'diyona qo'l maqom tarzda foydalanmoqda yuzaga kelayotgan vaziyatlardan. Doriyev yana Mulic chap tomonda ketmoqda. Doriyev bitta o'yinchini yo'ldan oldi. Doriyev Mulichga to'pni aniq tarzda yetkazib berdi. Mulic, Boymurodov. Hozir endi Sog'diyonaning navbatdagi hujumini ko'ramiz. Doriyev o'zi uchun qulay bo'lgan chap qanotga o'tib olgandi. Wow! Shuni kutgan ekan, alam bilan, jahl bilan tepyapti Otabek. Boymurodov 0-4 Surxon uchun, 4-0 Sog'diyona uchun. Mulic oxir oqibat maqsadiga yetishdi. Biroz avval Anvar G'ofurov ham asabiylashyapti. Menimcha G'ofurov kelganidan beri Surxonning eng yomon o'yini mana shu bo'ldi. Yo'q ofsayd.
Doriyev. Uchta qaragan mana. Birinchi pas Doriyev tomonga. Doriyev ko'rdi. Bir o'ng tomonga ko'z qiri bilan tashladi-da, ikkinchi harakat, uchinchisi esa mana. Kimdan boshlandi bu? Yaxshi pas. Mana bu zarba. Oyog'iga tegdimi Boymurodovmi? Tegmadi shekilli. Olsan berilgan zarba va mana gol. Mana gol. Kutilmaganda yuzaga keldi gol. Xo'sh, Surxonov uyg'onadimi? Endi vaqt yetarmikan? Hisob juda yirik-ku. Shunaqa holat bo'lgandir Nikola Mirkovichda. Hech bir gol bilan tugaydiganga o'xshamadi bu zarba. Lekin gol olib keldi. Ammo zarba muallifi, gol muallifi bizga namoyish etilgan biroz avvalgi 27-raqam egasi Musaxonov emas ekan. Gol muallifi Sherbutayev. Ichkari kuzatilgan to'p Chinedo kengisi va Chinedo 4-2. 4-2 Surxon qaytyaptimi? Qaytyaptimi? Qancha vaqt ketdi birinchi gol bilan ikkinchi gol o'rtasida? Yana bir bor ko'raylik. Himoyachilar o'tkazib yuborishdi. Darvozabon kutilmaganda kelib qolgan to'pni qaytardi. Bu yerda darvozabon ayblay olmaymiz. Ne'matxonovning to'p uzatganini ko'rdik. Chinida ulguryapti. Faqat bu chiroyli bo'lmaydi. Fair play, umuman insoniylik degan tushunchalarga to'g'ri kelmaydi. Qaytarib berishdi. Molich Doriyev to'pni yetkazib berganda Molich yaxshi vaziyat, rikoshet bilan 5-gol. Ha, bugun Boymurodov rosa alam qiladigan o'yin bo'ldi Otabek uchun. Bu ham zaxiradan maydonga tushgan o'yinchi. Aleksandr Bolyevich gol urib ketyapti. 90-daqiqadagi gol. Va Doriyev boshlagan hujum. Shunda ham Doriyev. Molich. Zarbasi qanchalik aniq edi Bolyevichda bilmadim. Mana bu rakurs balkim aniqlik kiritib berar. Balkim gol bo'lmasdi. Balkim Boymurodov qaytarardi. Chunki zarba Saidov qoldiryapti to'pni. Bolyevich, Boymurodov. Chiroyli kombinatsiya tashkil etdi. Hammasi a'lo darajada, lekin oyoq bilan chiqishni qoyillatyapti Boymurodov. Orada o'yin tugadi, qadrli do'stlar. So'g'diyona Surxon 5-2 gollar shousini ko'rdik. 5 ta gol bir tomondan, 2 gol bir tomondan.